Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari. Biz hozir gazoblok ishlab chiqaradigan katta zavodga kelganmiz. Bu yerda ko'rib turganingizdek ishlab chiqarish obyomi juda ham katta bo'lib, aytilgan miqdorda yetkazib berish xizmatlari ham mavjud. G'iz sifatiga keladigan bo'lsak, g'iz sifatiga javob berishadi, ya'ni garantiya berishadi. Xo'p, endi biz qirg'og'ini crash test qilib ko'ramiz. Xo'p, ko'p videolarda ko'ramiz, ko'p ishlab chiqaruvchilarda ko'ramiz. Agar g'ish sifatsiz semendan ishlab chiqariladigan va boshqacha proporsiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, g'ishni shu burchaklari yaxshi chiqmaydi va chiqqan taqdirda ham qo'lingizni bossangiz sinib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Xuddi biz aytganimizdek, pechennikka yoki uqaladiganga o'xshab uqalanib ketadi. Hozir biz siz bilan buni esib ko'ramiz. Ko'ryapsiz, qo'limda surilyapti, lekin o'shanda ham burchaklari sinish yo'q. G'ishtlarimiz quyilgan tayyor. Sotib olishni istaganlar uchun video pastida nomerlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib turib, cheklanmagan miqdorda sotib olish imkoniyatingiz bor.